Agar senga avtogol inson hayotiga ham qimmatga tushishi mumkin desam, ishonasanmi? Bu Andres Escobarning yurakni o'g'irtadigan tarixi. 1994-yilgi jahon chempionatida Kolumbiya terma jamoasi AQShga qarshi o'ynadi. O'yin paytida Escobar raqibning uzatmasini to'xtatmoqchi bo'ldi, ammo baxtsizlikka qarshi to'pni o'z darvozasiga yo'llab qo'ydi. Kolumbiya 2-1 hisobida mag'lub bo'ldi va musobaqadan chiqib ketdi. Ammo eng og'ir voqealar keyin boshlandi. Faqat 10 kun o'tgach, Escobar Medellin shahrida do'stlari bilan dam olayotgan edi. Bir payt u tungi klub oldida yolg'iz qoldi. Shu yerda unga hujum qilishdi. Ko'pchilik bu hujumni o'sha baxtsiz avtogol uchun olingan qasos deb hisoblaydi. Bu voqea futbol tarixidagi eng qayg'uli hikoyalardan biriga aylandi. Agar senga avtogol inson hayotiga ham qimmatga tushishi mumkin desam, ishonasanmi? Bu Andres Escobarning yurakni o'g'irtadigan tarixi.